Biz yangi ochilayotgan Rohatdagi filialdamiz. Avtosalonimiz naqd 3 qavatli bo'ladi. Bu birinchi qavat. Birinchi qavatda maxsus avtomobillar, ya'ni probeksiz avtomobillar bo'ladi. Avtosalon tomonidan sotiladigan. Va bu yerda lift bor. 3-qavatga ham bemalol chiqsanglar bo'ladi. Ushbu joyga ham avtomobillarni bemalol joylashtirib qo'ysak bo'ladi. Endi men sizlarga juda ham zo'r joy ko'rsataman. Qani ketdik. Bilasizlar, har bitta mashinani tuning qilsa juda ham ochiladi. Bodga xuddi shunaqa maxsus, ya'ni tuning qilingan avtomobillarni olib kirib qo'yamiz. O'sha body kitlar, paroglar, tonirovkalar urilgan holida qanaqa ko'rinishini bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Biz hozir 2-qavatdamiz, ya'ni ushbu etajda faqatgina probegli, ya'ni yurgan mashinalar sotiladi. Aynan yurgan mashinalar uchun qaranglar qanaqa katta joy ajratilgan. Bilasizlar, hozir Xitoyda probegli mashinalar ko'payib ketgan. Shu sababli faqatgina Xitoy o'zidan probegli mashinalar ham keladi. Agarda sizlarning ham probegli mashinangiz bo'lsa, ya'ni avtosalondan sotib olgan avtomobillaringiz bo'lsa, imенно Leapmotor, ularni ham sotib beraveramiz. Biz 3-qavatdamiz. Ya'ni ko'rishingiz mumkin, ozgina ahvol og'irroq, sababi remont bo'lyapti, to'g'ri tushunasizlar. Va ushbu qavatga ham avtomobillarni joylashtirsak bo'ladi. Ikkinchidan, ushbu qavatda ofislarimiz ko'proq, sababi hujjat ishlari bo'yicha shug'ullanadigan deklarantlarimiz hammasi 3-qavatda o'tirishadi. Ushbu Rohat filialimiz ochilishi bilan Instagram profilimizga joylayman. Sizlar ham kelib Rohat filialimizdan avtomobil xarid qilsanglar bo'ladi. Lokatsiyasini Telegram kanalimizga tashlab qo'yaman. Bizani kuzatishda davom etinglar. Har kuni har xil yangiliklarni joylab boramiz.